Assalomualaikum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Zoyba. Bugun sizlarga Ahmadning istakani degan kitobni o'qib beraman. Ahmadning istakani. Ahmad sinfda bir a'lochi o'quvchi edi. O'qituvchisi uni bek yaxshi ko'radi. Vaqtning o'tishi bilan boshqa o'quvchilar Ahmadga hasan qilishga boshladi. Chunki o'qituvchilar uni alayda hurmatlaydi. Bir kuni o'quvchilar muallimning yoniga berib, Ustoz, biz tirishib o'qiyotimiz, lekin sizning Ahmadga alayda yaxshi ko'rdiganingizni bilamiz. Muallim o'quvchilarga buning sababini keyincha deb beradiganligini aytdi. Shu kuni muallim o'quvchilarga bir donadan aynak istakan berib, hammanglar bu aynak istakanni hech kim ko'rmagan yerda chaqsizlar. Ata menga istakanni nerda chaqininglarni so'zlab beringlar, dedi. Hammaylar uylariga qaytdi. O'quvchilar atrofga qarab biror kishining yo'qligini bilgandan keyin aynak istakanni chaqdi. Ba'zisi uni daraxtning orqasida, ba'zisi bog'chada, yana ba'zisi uyida chaqdi. Ertesi hammaylar qo'li quruq holatda maktabga kirdi. Faqat Ahmadning qo'lida aynak istakan bor edi. Boshqa o'quvchilar Ahmadga qarab kulgili turdi. Hatto ba'zilari muallim bek yaxshi ko'radigan Ahmad muallimning topshirig'ini o'rindayolmabdi deb masxara qilg'ili turdi. Muallim sinfga kirganda o'quvchilar bir-birlab istakanni qayerda chaqanligini aytdi. Muallim, Ahmad, sen istakanni chaqalmadingmi? deb so'radi. Ahmad, muallim, sizdan kechirim so'rayman. Topshiriqni o'rindayolmadim, dedi. Muallim so'radi. Ahmad, nemishqa o'rindayolmading? Muallim, istakanni ilib uni chaqish uchun yer izladim. Siz istakanni hech kim ko'rmagan yerda chaqishimizni aytdingiz. Ammo men har tarafga qaradim. Daraxtlarning orqasiga va bog'chalarga berib boqdim. Hatto qop-qorong'u vaqtda chaqay debmi o'yladim. Lekin hech kim yo'q yerni topolmadim. Istakanni chaqolmadim. Chunki Allohning har yerda meni ko'rib turadiganligini bilman. Shunga topshiriqni o'rindayolmadim, dedi. Muallim bu javobdan to'liq xusha bo'ldi. Chunki u erishmoqchi bo'lgan javob dal shu edi. Muallim o'quvchilarga qarab, "Sevimli bolalarim, men aslida hammanglarni yaxshi ko'raman. Hammanglarga ko'ngil bo'laman. Lekin Ahmadning Allohga bo'lgan iymoni, yana Allohning uni har yerda ko'rib turganligini tuyg'usi uningga shu qadar singib ketganki, men buningga hayron qolgan edim. O'zimni tutolmay qolaman. Sizlar hozir mening uni nemishqa bek yaxshi ko'rdiganligimni tushundinglarmi? dedi. Boydan Ahmadni maqsad qilgan o'quvchilarning boshlari yerga egildi. Endi o'quvchilar Ahmadning haqiqatan hurmatlik, sazovor bir bola ekanligini qoyil bo'ldi. Rahmat.